ayting taqsiri. Peshonamizga yana to'rt tagilar xotin bitirgan ekan. Nikohdan keyin meni ham duo qilasiz, bizga ham yuqsatasiz. Qodirvoy, shu gapni cho'zmasdan bismillah deb tezroq boshlasangiz Xolos. Tayyormisizlar? menga ham xuddi shunday. Agar yana biror marotaba opa desang, tilingni yulib olaman, tushundingmi? Nima? Rozimisiz deyapti. Voy, kelinglar, hammamiz birgalashib aytaylik. Rozimisiz? Rozimisiz? Voy, nega baqirasizlar? Qulog'im kar emas. Rozimisiz? Tomosha qilib ko'zi chiqib ketsin. Tomosha qilib. Labbay taqsiri. Chaqirdingizmi? O chaqirdim-da, tasadduq chaqirdim. Labbay taqsirim. Tutin! Sizga taqsirim. Sen xotin, majbur bo'ldim uylashga, tushundingmi? Menga esa chiroyli, osh